Şundan olgan toyluğunuzga qancha pul bo'ldi? 200 ming koy. Ha? 200 ming koy? Chaqchaqmi ya bu 200 ming koy degan pul bor, qanam 200 ming koy deb chiqibdi ya bu yerda. Da alnaq nech pul bo'ladi da menda 200 ming koy deb siz qanday aytdingiz 200 ming koy bir to'y qildik siz bilan. Gap qilmasam da u bir pipa alım bazar emas bu 200 ming koy u bizim. Ben berime. Siz bana beremsiz? Voy! Ma buldu aşkım mama. Nay to'g'rimi shu? Men sizmi? Yendim telefon bak. 200 ming koy bo'lgan qilolmaydi endi. Bitta mashinasi 5 kilo endi bak. Ürüm soğuk o'zingiz bilasiz. Loxu bo'z bilan da. Ha? Mana men bir ko'ryapman sizning bir talant bor deganmi? Men deymi qiz ol deganda men lekin pul bor, mashinam bor. Uy yo'q-da. Uy ulab ketgan. Nasıl oddiy? Minga. Mana 6-cı ayga joylashgan Xishu Hongyuan, 4-cü avlod Lingongdan yana Qingcho Chansın axsus so'qildi ekan. Aronlar 9500 koydan başladı ekan. Azdima. Alanda. Men sizga emas, ota-onamizga birda kelgusimizga bolaligimizga birda qo'ydim. Shaka. Ya kopara mashin geliştireceğim ama. Sert bir mikese. Aka maka.